Hop, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan antibakterial xossaga ega bo'lgan, ham antibakterial, ham fotokatalitik xossaga ega bo'lgan polimer nanokompozit materiallar olinishi va ularning xususiyatlari bo'yicha gaplashamiz. Demak, asosiy qismga o'tadigan bo'lsak, polimer materiallar asosida nanokompozit materiallar olish judayam bugungi kunda eng keng tarqalgan ilmiy tadqiqot yo'nalishlaridan bo'lib, bu yo'nalish orqali turli xil noyob xossaga ega bo'lgan yangi funksional nanokompozit materiallar sintez qilish imkoniyati mavjud. Buni amalga oshirish uchun turli xil, demak, polimerlarda, ya'ni sanoat yoki tabiiy polimerlar dan turli xil kimyoviy modifikatsiyalash orqali yangi xususiyatga ega bo'lgan funksional materiallar sintez qilish mumkin. Misol uchun buni polivinil xlorid misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana polivinil xlorid o'zida nukleofil SN2 reaksiya mexanizmi asosida o'sha nukleofil hujum qiluvchi bilan birgalikda ta'sirlashishi natijasida o'sha xlor atomlari bilan almashinib modifikatsiyalash reaksiyalari amalga oshirishi mumkin. Bu modifikatorlarni biz aytishimiz mumkin tarkibida amino guruh saqlagan modifikatorlar, ya'ni quyi molekulyar birikmalar o'sha aynan polivinil xloridni modifikatsiyalovchi, samarali modifikatorlardan hisoblanadi. Misol uchun ko'rishimiz mumkin polietilenamin, polietilen imin, karbamid, tiokarbamid, monoetanolamin, dietanolamin va hokazo shunga o'xshagan, demak, alkanol amidlarni yoki boshqa amidlarni modifikator sifatida ko'rsatish mumkin. Endi polivinil xloridni o'sha aminlar bilan modifikatsiyalash natijasida choklangan strukturaga ega bo'lgan funksional yondashuvchi materiallar sintez qilish mumkin va bu sintez qilingan yondashuvchi materiallar tarkibida ham birlamchi, ham ikkilamchi, ham uchlamchi amino guruh saqlaganligi uchun bir vaqtning o'zida kuchli asos ham kuchsiz asos xususiyatiga ega bo'lgan anion almashuvchi materiallar sintez qilish mumkin. Bunaqa anion almashuvchi materiallar qimmatbaho metall yo'llarga nisbatan juda ham selektiv sortsion xossalarga ega bo'ladi. Endi bu ma'lum bir darajada ma'lum bir darajada bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, yana asosiy ikkinchi yo'nalish bor. Bu o'sha funksional polimer sirtida metal nanozarrachalarni hosil qilish orqali tarkibida metal oksid nano kristallar saqlagan nanokompozit materiallar olish asosiy bu mavzudan maqsad shu olish usullarini o'rganishdan iborat. Demak, biz yuqorida o'sha polivinil xloridni modifikatsiyalash, aminlar bilan modifikatsiyalash orqali olingan funksional polimerni sirtida metal oksid nanokristallarni hosil qilish uchun dastlab biz, demak, polivinil xloridni polietilen poliamin bilan sintez qilishimiz mumkin va etilen poliamin bilan modifikatsiyalangandan keyin hosil bo'lgan polimer choklangan strukturaga ega bo'lgan tarkibida amino guruh saqlagan funksional polimer sintez bo'ladi va bu sintez qilingan funksional polimer sirtida e, birgalikda cho'ktirish, zolgel, green sintez, ya'ni yashil sintez usullari yordamida, misol uchun, tarkibida o'sha mis oksid nanokristallarni saqlagan funksional nanokompozit material olishimiz uchun, demak, amin guruh saqlagan polimer sirtiga, demak, mis oksid nanokristallarni birgalikda cho'ktirish orqali, demak, ammoniy gidroksid ishtirokida birgalikda cho'ktirish orqali cho'ktiramiz. Bu mis ikki gidroksid ko'rinishida, demak, cho'kadi va cho'kkandan keyin kalsinatsiya jarayoni amalga oshirilgandan keyin o'sha polimer sirtida
demak mis oksid nanokristallarni saqlagan funksional material hosil bo'ladi. Bu funksional materialda demak hosil bo'lgan, bo'lmagan va tarkibidagi o'sha mis oksid nanokristallar bor yoki yo'q, bor bo'lsa o'lchami qanaqa, xususiyati, shakli qanaqaligini bilishimiz uchun bir qator analiz usullari yordamida tekshirishimiz mumkin, tadqiq qilishimiz mumkin. Misol uchun bunga bitta misol skanerlovchi elektron mikroskopiya. Skanerlovchi elektron mikroskopiya o'sha polimer siritida hosil bo'lgan metall oksid, ya'ni mis oksid nanokristallarni morfologik shaklini ko'rish imkoniyati va o'lchamini aniqlashga yordam beradi. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin, kubiksimon shaklga ega bo'lgan mis oksid nanokristallari funksional polimer sirtida demak hosil bo'lgan va bu mis oksid nanokristallarni o'rtacha o'lchami 50 nanometrdan taxminan 200 nanometrgacha oraliqda bo'lgan va asosiy demak monodisperz, ya'ni judayam ko'p uchraydigan o'lcham bu 100 nanometrdan 150 nanometrgacha bo'lgan mis oksid nanokristallar hisoblanadi. Endi bu nanokompozit material sirtida haqiqatan shu nanokristallar mis oksidmi yo'qmi bilishimiz uchun EDX analiz natijasida demak e, element elementar tarkibini ko'rishimiz mumkin. Materialni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana mis e, elementi borligini ko'rsatgan va keyinchalik element xaritasi natijasida element xaritasini ko'rishimiz mumkin va bu natijasida o'sha polimer matritsa sirtida qaysi elementlar qanday tekislikda, qanday qalinlikda joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Mana ko'radigan bo'lsak, bu elementlar ichida eng qalin tarqalgan, ya'ni bir tekis tarqalgan elementlardan biri mis hisoblanadi. Shuningdek, funksional nanokompozit material sirtidagi mis oksid nanokristallarini kristallar xususiyatlarini aniqlashimiz uchun rentgen difraktogramma analizlar olib borish mumkin va bu rentgen difraktogramma analiz natijalari bizaga aynan mis oksid nanokristallariga, ya'ni mis 2 oksid nanokristallariga xos bo'lgan cho'qqilar borligini va bu o'sha JSPS nomer, ya'ni JSPS baza ma'lumotlariga xos bo'lgan yutilish cho'qqilariga mos tushishi va bu yerda o'sha mis oksid nanokristallari hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin va bu hosil bo'lgan nanokristallarni nazariy jihatdan Sherrer tenglamasi asosida o'lchamini aniqlaganimizda ham demak SEM natijalariga mos bo'lgan o'lchamni aniqlashimiz mumkin. Bu nazariy usul, bunisi amaliy usul. Demak, amaliy va nazariy usul bir-birini demak mos kelsa, bir-birini qo'llab-quvvatlasa, demak bu olib borilgan ilmiy natijalar va olingan ma'lumotlar va oxirida qilingan xulosalar mos kelishini dalili hisoblanadi. Misol uchun yana bitta analiz usuli atom kuchlanish mikroskopiya yordamida o'sha sirtdagi nanozarrachalar o'lchami aniqlangan va bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'sha 70-80 nanometrdan o'sha 200 nanometrgacha bo'lgan o'lchamda nanokristallar bo'lgan. Asosiy o'lcham o'sha 100 nanometrda 150 nanometrgacha bo'lgan oraliqda o'sha mis oksid nanokristallari hosil bo'lganini ko'rish. Endi bunaqa xususiyatga ega bo'lgan materiallar o'ziga yarasha ma'lum bir xossalarga ega bo'ladi. Bu xossalarni aniqlash uchun demak bu materiallarni asosan aniqlanadi sirt morfologiyasi, ya'ni g'oyatlik darajalari. Buni aniqlash uchun azot bug'lar adsorpsiya desorpsiyasini o'rganish kifoya qiladi va agar sintez qilingan materiallar mezog'oyat tuzilishga ega bo'lgan bo'lsa, mezo va mikrog'oyat tuzilishga ega bo'lsa, demak bunday materiallar yuqori sorpsion, yuqori katalitik xususiyatga ega bo'lgan materiallar hisoblanadi. Va bu unday materiallarni o'sha termik barqarorlik xususiyatlarini ham termogrammetrik, differensial skanerlovchi parametri va shunga o'xshagan boshqa analiz natijalari yordamida amalga identifikatsiyalash mumkin. Shuningdek, bu sintez qilinadigan funksional materiallarni struktur
tuzilishi, kimyoviy tarkibini o'sha infraqizil spektroskopik, raman spektroskopik e, analiz metodlaridan foydalanib amalga oshirish mumkin. Infraqizil spektroskopiya bu organik, ya'ni polimer qismini analiz qilib beradigan bo'lsa, raman spektroskopiya biz uchun o'sha e, metall va polimer orasidagi ta'sirlashlarni ifodalovchi o'sha tahlillarni, natijalarni olishga yordam beradi. Shuningdek, bunday metall oksid nanokristallari optik xususiyatlari ma'lum bir darajada mavjud bo'ladi. Shuning uchun optik xususiyatlarini e, o'sha kukunsimon ultrabinafsha spektroskopik analiz orqali yana lyuminesens xususiyatini, demak, fotoluminesensiya e, spektroskopiya usullari yordamida o'sha polimer materialda defekt bormi yo'qmi, kristallarda defekt bormi yo'qmi, shularni aniqlashimiz mumkin va bu o'sha sintez qilingan nanokompozit materiallarni ma'lum bir darajada yuqori xossaga ega ekanligidan dalolat beradi. Albatta, endi bu tarkibida mis oksid nanokristallar saqlagan funksional nanokompozit material mis oksid bo'lganligi uchun yuqori antibakterial xususiyatini namoyon qilishi mumkin. Buni tekshirish uchun albatta turli xil bakteriyalarga bo'lgan antibakterial xossalarni aniqlash orqali amalga oshirish mumkin. Buning uchun demak ham gram musbat va ham gram manfiy bakteriyalarga, mikroorganizmlarga nisbatan antibakterial xossalarni o'rganish kifoya qiladi. Misol uchun, E. coli, P. aeruginosa yoki S. aureus kabi o'sha nimalarga tekshirish orqali bu yerda sintez qilingan funksional materialni antibakterial xususiyati tarkibida 120 nanometr mis oksid nanokristallari saqlagan funksional material P. aeruginosaga nisbatan e, judayam yuqori antibakterial zonani namoyon qilgan, ya'ni 35 millimetr antibakterial zonani namoyon qilgan. Bu boshqa o'lchamlariga nisbatan ham yuqori va boshqa bakteriyalarga nisbatan ham, aynan P. aeruginosa bakteriyasiga nisbatan, demak, antibakterial xususiyati judayam yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha tarkibida mis oksid nanokristallarini saqlagan funksional nanokompozit materiallar ham antibakterial xususiyatga ega bo'ladi, ham bitta ko'rishimiz mumkin tetraksiklinni fotokatalitik parchalash orqali, demak, sirka kislotagacha parchalashi va bu jarayon ham fotokatalitik xossalari judayam ahamiyatga ega bo'lgan parametrlardan hisoblanadi. Demak, aynan yuqorida berilgan ma'lumotlar asosida bemalol tarkibida metall oksid nanokristallarini saqlagan funksional nanokompozit materiallar sintez qilish va bular asosida turli xil materiallar sifatida, sorbentlar sifatida, antibakterial materiallar sifatida, fotokatalitik materiallar, katalitik materiallar sifatida foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, bugungi rejalashtirgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar tinglovchilarimizda qandaydir qiziqtirgan savollari bo'ladigan bo'lsa, e, izohlar qismida yozib qoldirsanglar, imkon boricha bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi